Xonanda Imronning konsertida Durdona Qurbonova barcha sirlarni oshkor qildi. Azizlar, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolikimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Muxlislar tomonidan ishq kuychisi deya e'tirof etiladigan xonanda Imron 6-8 yanvar kunlari yakkaxon konsert dasturini o'tkazmoqda. Ko'pchilik 6-7 yildan buyon katta sahnalarga chiqasiz, sizda hayajon bo'ladimi deydi. Lekin hayajon avval qanday bo'lgan bo'lsa, haligacha o'zgarmagan. Negaligini o'zim ham tushunmayman. Yildan yilga hayajonim ortib boraveradi. Bu mas'uliyat sababidan bo'lsa kerak, deydi xonanda Imron konsert avvalida. Ishq o'zi nima qo'shig'ini muxlislarga sovg'a tariqasida kuylaymiz. Duet kutilmagan paytda boshlanadi. Balki osmondan tushib kelarman. Bu qo'shiqqa taklif Imron akadan chiqqan. Tarona Imron aka uchun ancha oldin yaratilgan. Lekin u kishi menga negadir shu qo'shiqni bir o'zim ayta olmayapman. Duet tarzida ko'ramiz. Duetga esa faqat siz xayolimga kelyapsiz dedi. Keyin men ham rozi bo'ldim, deydi Durdona Qurbonova. Klipga doim o'zlari taklif qilishadi. Imron aka hech qachon o'zimga yoqqan qo'shiq bo'lsa ham shu klipga men chiqay deb aytmaganman. Uyalaman, bu g'alati ham. Chunki aktrisalar ko'p, chiqishga hamma haqli. Hatto men chiqishim kerak bo'lgan kliplarda o'zim rad etgan paytlarim ham bo'lgan, deydi Durdona Qurbonova. Odamlar allaqachon Imronni Durdonasiz, Durdonani Imronsiz tasavvur qila olishmaydi degan gapni aktrisa tasdiqladi. Rostdan ham negadir shunday bo'lib qolgan, ammo ikkimizning ham shaxsiy hayotimiz bor. Xudo xohlasa mening ham oilaviy hayotim bo'ladi. Ijodda esa bir-birimizsiz tasavvur qila olishmaydi. Muxlislar so'rayotgan bo'lsa, albatta xursandman, lekin ba'zan izohlarda shu qiz yaqinda Imronning turmushini buzib yuboradi, nega oilali odamga ha deb yopishaveradi kabi gap-so'zlarni o'qib xafa bo'laman. Biz klipda sevishib chiqsak ham, hayotda shunday ko'rinsak ham, ammo kameralar o'chgach hammamiz o'z hayotimizda davom etamiz. Shunchaki muxlislar bizni sevishgan partnyor deb tasavvur qilishgani uchun ularga shunday ko'rsatamiz. Ammo telefonimizni ko'rsangiz ham umuman ortiqcha gaplar yo'q, deydi aktrisa. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.